Hürmetli vatandaşım, ya bir kızık haberi var. Bu haberge dikkat kılışınlarını ümit kılıman. Bu haberde Şincan haberleri deydi. Ben deymen Uygurustan haberleri. Bu haberge dikkat kılınlar. Şincan haberleri. John Kerry'nin Cungo ziyaretinden tuğulgan oyla. Mavzuluk Uygurustan haberi ma'lum türbette ilan kılındı. Mavzuda koyulgan oylağı oxşaşla haberini anlap bolgandan keyin vatandaşlarımızın oylap körüşünü ümit kılıman. Haber mundaq başlandı. Amerika Qo'shma Shtatlarining Davlat ishlar kotibi yaqinda Davlat ishlar kotibi John Kerry yaqinda, ya'ni 1-oyning 27-kuni davlatimizda, ya'ni Jungoda ziyoratda bo'ldi deb boshlaydi Uyg'ur tilli tor betlariga xabar yozuvchi. Davlat ishlar kotibi John Kerry'ning O'tir Sharqdagi urush hal qilg'us boshqusga yetib kelganda Sharq Janubiy Osiyoda davlatlarning Jungoga qarshi turishdiri harbiy hozirligi kuchaygan. Mana shundaq bir vaqtda Jungoga ziyorat kelishi odamni o'ylantirmay qo'ymaydi. Amerika Qo'shma Shtatlarining Davlat ishlar kotibi Jungoga ziyoratga kelishdan burun Amerika 2-oyning oxirida Chavshandagi harbiy nishonlarni bombardimon qildiganligi haqida ma'lumot bergan edi. Shuning bilan yana 2-oyning oxiri Amerika, Yaponiya, Avstraliyada iborat 3 davlatning Janubiy dengizda manevr o'tkazdiganligini, Diaoyu Senkaku orolida 3 davlatning Janubiy dengizda manevr o'tkazdiganligini, bu orolga Jungoning harbiy parxoti kirsa qurol kuchi ishlatadiganligini bildirgan edi. G'arbiy dengiz taqim orollariga 12 dengiz milishkirlab kirgan Amerika harbiy parxoti Jungo bilan Amerikaning munosabatini jiddiylashtirib qo'ydi. Davlat ishlar kotibi John Kerry mana shundaq chaqda Jungoga ziyoratga keldi. Xabarlarda Amerikaning Jungoga Chavshan bilan bo'lgan munosabatni urush to'g'risida taklif Amerikaning Jungoga Chavshan bilan bo'lgan munosabatni uzish to'g'risida taklif berganligini, lekin Jungoning bu taklifni qat'iy rad qilganligi ko'rsatildi. Albatta ziyorat tafsilotining maxfiy tutiladiganligi bu aniq. Shuningdek, keyin yuz bergan o'zgarishlar orqali biz ahvolni ma'lum darajada faraz qila olamiz deydi Uyg'uriston xabarlari yoki Şinjan xabarlarida. Birinchi, Amerika Filippindagi 8 harbiy bazani Amerika Filippindagi 8 harbiy bazani Filippin tarafining ruxsati bilan ishlatib, askar turg'izib, 100 dona harbiy parxotni Filippinga o'rinlashtirdi. Amerika 100 dona harbiy parxotni Filippinga o'rinlashtirdi. Koreya yerini oraliq o'rinlashtirgan urush aeroplanining sonini ko'paytdi. Yaponiya va Janubiy dengiz atrofidagi harbiy o'rinlashtirishni kuchaytirdi. Ikkinchi, Jungo taraf Jungodagi 7 harbiy rayonni 5 cho'ng urush rayoniga o'zgartdi. Rais Xi Jinping marosimda bayroq topshirdi. Chavshan bilan chegaralanadigan Jilin o'lkasining Yanbiyan shahriga urush aeroplani avatdi Jungo. Bu Jungoning Chavshanga yordam berishga tayyorlik ko'rgani yoki Amerikaning Chavshanga hujum qilish bahonasida Jilin o'lkasiga tahdid elib kelishni to'sish uchunmi? Buning hozircha bir nima demak tas. Albatta düşmanımız, dostumuz, yani deniz devletimiz, yani Jungo devletimiz deydi, yani deniz armiyasi quruluqda jan qilish qismining manevr qilish qatim sonini ko'paytdi. Amerika e'lon qilgan Jungo harbiy bazalarining joylashish xaritasi ozodlik armiyaning mutlaq ko'p sondagi bazalarining Sharq Janubiy Osiyo allari bilan chegaralangan joyga o'rlashganligini ko'rib olamiz. Bu yerde dikkat qilish tegishli bir masala deb davomlashtirdi Şinjan xabarlarida. Uyg'uriston, ya'ni Şinjan xabarlarida Amerikaning davlat ishlar kotibi John Kerry'ni uzatib bo'libla davlatimizning Nur Bakrini Mongoliyaga avatishi bo'ldi.
Xabarda mundaq deyildi. Bu yerda diqqat qilish tegishli bir masala deb davomlashtirdi Uyg'uriston Şinjan xabarlarida. Amerikaning davlat ishlar kotibi John Kerry'ni uzutib bo'libla davlatimizning Nur Bakirni Mongoliyaga avatishi bo'ldi. Mongoliya hozir cho'ng davlatlar talashadigan muhim strategik o'ringa aylandi. Dastlabki Hindiston vaziri Modining ziyorat qilishi bilan bu talashish Nur Bakirning ziyorati bilan yangi pallaga ko'tarildi. Hindistonning Modi kelgan Nur Bakirning kelishi bilan tashqi Mongoliyani talashish yuqori pallaga ko'tarildi. Rossiya Mongoliyaga nurg'un harbiy qurol yarog' berdi. Amerika Mongoliya askarlarini mashqlantirib berish bahonasida maslahatchilar va mashqovullarni tashqi Mongoliyaga avatdi. Albatta Mongoliyaning ichki Mongolni Jungodan qaytirib olish niyati yo'q degili bo'lmaydi. Biroq mushu nuqta balkim cho'ng davlatlarning Mongoliyadagi siyosiy o'yiniga sabab bo'layotgan bo'lishi mumkin. Mongoliyaning jug'rofiylik joylashish alohidlik qarta tushuncham kamchil bo'lganligi uchun bu jihatdagi mulozimni to'rdoshlarimning muloyiza qilishi qoldiraman deydi xabar yozuvchi. Diqqat vatandoshim, 1-oyning 27-kuni Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi John Kerry Jungoni ziyorat qildi. Yuqori xabarga asoslanganda biz chet elda ko'rmagan bir xabar ekan bu. Shuningdan qaraganda John Kerry apandi Beijingdan qaytib kelib, Jungo hukumati atsila Nur Bakirni tashqi Mongoliyaga avatibdi. Bu yerda nima gap bor? Eğer şunu bizden eğer tefekkür qilishimizga to'g'ri keladi. John Kerry efendinin Beijing qilgan ziyoratini qo'llaymiz. Shundaqla Xitoy hukumatining Nur Bakirni Mongoliyaga avatganligidan nima deymiz? Mongoliya Şinjanning chegarasi deymiz. Vatandoshim.